Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalimizda Qaynam örkişi, Çala tekken oq, Manas daryasından qaytish, Anjamboy, Sarsanro, Qanliq iz, Qanliq edir qatorliq tarixiy romanlar, türme xotirlari, mahbus ruhlar ve Sabit Damollamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Əsərlərimizni yaqtırıb anglışınızlarını qarşı alımız. Dostlarınızga və başqa toplarga tavsiyə qılıb qoyun. Rəhmət. Əmdi anlaydıqınızlar, Türmə xatirləri məhbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Kamirdagi kinochi. Talib bala yakshanba kuni ətigəndimu qızıb qopdi. Jalaqlab titrab öyrə bolalmadi. Yanyoning ichi ağrıb qaldimu yoki kesel ig'irlab ketsa, mas'uliyatdan qo'rqdimi qandaq, uning yetishiga yo'l qo'ydi. Uni tamoqdan, taratdan, suvdan cheklaydigan ishni qilmadi. Aksicha, Yangyong mendan burun kirgan ikki siyosiy mahbusga kirishib qoldi. Havolanmada Farhatning daldisida kamerga kaynini qilib o'ltirib tamoq chekayotgan Yangyong buyruq tushirdi. Payirga Avu ikkisiga lata kashlarni yuyg'izvat. Farhat Xitoycha. Xo'p, o'g'inish boshlig'i deb varqirdi. Havolanmada faqat birla kamera bo'lib, bo'yi 1.80 m keladigan ustixonliq Farhat to'sib turvatadi. Kamerdagi banga mahbuslar Yangyongning xumordan chiqishini saqlab, uning atrofiga taqqa olashgan qarg'alardek zo'ngzishgan edi. Yangyong mahbus kiyimini silib tashlab, boshdan oyoqqa o'zining kiyimini kiyib olgan edi. Qaraganda, shanba, yakshanba kunlari mahbuslarning xohlagancha kiyinishi cheklanmagan bo'lsa kerak. Men va yangi kirgan bir qancha mahbusdan boshqa hammaylar xuddi sirtlarda erkin yurgan odamlardek kiyinibapti. Putlariga turli rahat oyoqlarni kiyishgan amaldor yoki talaylik mahbuslarning latkashlari havolanmadagi tamga yo'lab ratlik tuzutilgan edi. Kash yuyotgan siyosiy mahbuslarga qaradim. Qator lata kashlarda yuyug'idek bir narsa yo'q bo'lib, yuyib chiqarib etmasa bo'lmaydigan hech bir dog' yoki kirmu ko'rinmaydi. Mencha maqsad faqat mahbuslarga tarning ochiq purqini puritish emas, balki o'zlarini Çirinda bedenining siylab siypilinayotgandek his qilib, huzurlanayotgan bo'lishi mumkin edi. Ikki mahbusning tugilib yengishib o'ltirib, oyoqni zarda bilan mujishlaridan, ularning chamlarini zarda bilan cho'tkilashlaridan xo'rlanayotgan g'ururni his qilishga bo'ladi. Bu xo'rliq ularning g'ururini, ruhini ekeklayotamdu yoki bilayotamdu bilmaydim. Ammo Ming afsuski, xo'rliq bilan bilinib, o'tkirlashadigan g'ururlardan ekaklanib xo'raydigan ruhlarning ko'p bo'ladiganligini faraz qilatdim. Yangyong ikki siyosiy mahbusning latkash yuyishidan yana puxadan chiqmagandek, ularga tambal, asma mayka, paypaqlarni tashlatqizib berdi. Yuyilgan latakashlarni havolanmaga yeyib bo'lgan kuchaliq Abdukarim kirlərinin həmmini iğir taşlarını kötürgəndək təəssüfdə bir-birləb elib, dasqa silib xalağa qarab madi. Tambalını ilivatqanda onun barmaqlarının titrəb kətkənligini gördüm. Andın onun xaladan çıxıb Farhatqa qarab, "Siz desiniz, bularını mənla yuyuvatsam, avu akimiz yaşlı çoğ, özünün balısıdək xalqның kusurunu yuyub yürsə iğir kelidi. Sizning modadınız bar. Bizdə dadimizdək adamның xalqның kusurni yuyub yurishiga qarab turish yo'q", dedi yalvurgandek. Farhat boshlarida choch qolmagan, ko'zlari yashang'irab turadigan, o'skilan qoshlari ko'zlariga tushib qolgan, yeshi 60 dan oshgandek ko'rinadigan siyosiy mahbusga qarab sekund turib ketgandan keyin beshini lingshitdi. Shu asnoda Yangyongning "Ichimiz pushdi, kino qo'ymamsan, Payirxa" deb kakirg'ini anglandi. Yangyongning kinodan nemini maqsad qilganligini bilolmay qarab turdim. Farhat darhol harakatga kelib,
avval siyosiy mahbus ikkilanni havolanmaga chiqishga buyurdi. Yang Yung mahbuslarning Xitoycha buyruqini tushunmay, o'ngga desa so'lga burilib, yugur desa qo'zg'almay tastak yoki tipik yeyishlarini qaqoqlab tomosha qildi. Yang Yung kulgancha Farhod texmo azvaylaydi. Farhod xuddi men yangi kirgan kuni qilgandek, eli buyruqni Xitoycha berib, tushunmasa tillab uratdi. Eli buyruqni Uyg'urcha berib, Xitoycha javob berishga qistaydi. Farhod yana ularga qasdan Xitoy va Tungan mahbuslarining ismlarini degizatdi. Xitoycha so'zlayolmaydigan mahbuslar ismlarini xato talaffuz qiladi. Albatta, Xitoycha so'zlar xato talaffuz qilinsa, ismlar ajoyib g'alati va kulkilik ma'nolarni bildiradi. Farhod ismlarni bir qitim Xitoycha talaffuzi bo'yicha deyilmaganga bir ko'rishga, ikki qitim deyilmasa 4 ko'rishga suv ichirib, hasilab jazo beradi. Siyosiy mahbuslarga kuniga faqatla bir qitim hojat qilishga yo'l qo'ydigan bo'lg'achqa, bundaq ichirilgan suv ularning ta'rdini qistab ajoyib qiynaydi. Yang Yung birdan o'yin ko'rib, zerikkan bo'lsa kerak, men bilan Amerika haqida paranglashdi. U turibla Farhodga mendan inglizcha o'rganib, yangi mahbuslarga bundan keyin buyruqni inglizcha, uyg'urcha va xitoycha 3 tilda aralash bersa, texmi qiziq bo'ladiganligini deb qoldi. Farhod shu an mening inglizcha biladiganligimga havaslandi bo'lg'ay, mahbuslik mashqini unutib, yenimga kelib kuchuklanishga boshladi. Farhod ingliz o'rganaman deb menga kirishib oldi. U kichik chog'larida Urumchida 1 yildek o'qigan ekan. Shunga uningga inglizcha o'rgatish ancha ta'sga to'xtamadi. Shu kundan boshlab Farhod bilan inglizcha o'rgatgan va o'rgangan bo'lib uyg'urcha paranglashib ketdik. Xudoga shukr. Kamir boshliqining bir ig'iz chaqchiqi bilan siqilgan minutlarga oz to'la ma'no qo'shilgan bo'ldi. Farhod Jeksonning naqshlariga xushtar ekan. 2 kun o'rgangandan keyin o'zi aytishni biladigan bir naqshidagi 2 misraning ma'nosini bilib olib, bak hayajonlanib ketdi. Uning aytishni biladigini Jeksonning biz ularning parvoyidi yo'q degan naqshisi edi. Farhodga u naqshining tekstini yozib berdim va uyg'urcha ma'nosini tushuntirib qo'ydim. U anglab o'ltirib ketib, "Aka, sen buni inglizchadan tarjima qilyapsan yoki o'zing to'qiyapsan? Menga bu naqshini bir Uyg'ur 5-iyul haqida yozgandek tuyulib ketdi-ku. Jekson Urumchida yozmagan bo'lg'aydi bu naqshini", dedi. 5-iyulda Farhodning 15 yoshlik inisi yo'qab ketgan ekan. Ota-onasi uni Urumchida saqchixonami saqchixona, doktorxonami doktorxona, qamoqmi qamoq izlab topolmabdi. Ular izlab yurib yarim yil o'tganda Sanjidan topgan ekan. Bechora bola 7 yillik kesilib ketibdi. Inimni tugashtiribdi. Uning o'qiydigan vaqti turmada isrof bo'lib ketdi. A'lochi o'qigan, olim bo'lgan bola edi. Mendek oqqa o'ginib qolmagan, ota-onamni qaqshatmaydi, deb o'pkidab yig'lab ketgan edi Farhod. Michael Jackson aytgan, biz ularning parvoyidi yo'q degan naqsha irqiy kamsitishga, zulmga, bostirishga qarshi nafrat bilan yozilgan bo'lib, ayni chaqda kursimizda inglizcha o'rganayotgan bolalardan o'rganib olgan edim. Bu naqshini burun anglagan bo'lsam-mu, mazmuniga ancha diqqat qilmagan ekanman. O'quvchilarim bilan o'qish jarayonida mushundaq naqshini tepib anglaydigan va o'rganishni talab qilgan o'quvchilarimga texmo amroqliqim kelgan edi. Qashqarda mendan inglizcha o'rganadiganlarning ko'pinchisi Xitoycha o'qiyotgan bolalar edi. Shu sababli ularni Uyg'urga qarshi safga o'tib ketarmi deb izchil andisha qilatdim. Biz ularning parvoyidi yo'q degan shu naqshni ular bilan hayajonda varqirab billa o'qigandan keyin ko'nglim bir oz pastgo'yga tushib, ularga texmo ishtiyoq bilan inglizcha o'rgatib ketgan edim. Shuningdan keyin bu naqsha xuddi biz uchun ijod qilingandek dardimizni bayon
azoblarimizni ayon qilayotgandek kursimizning xo'riga aylanib ketgan edi. Farhod bilan shu naqshni aytib o'ltirib, muallim chog'larimga qaytgandek ruhlanib qolgan edim.